Chiplarim, hayotda muammolar tugab qo'ygan bo'lsa, sizlarga bugun muammoni tesha tegmaganini topib qo'yganman. Xullas, bugun gavzorimizda Jak 2800 Prom tovarni avtomobilimizni ko'rib turibsizlar. Mashinamizda motori 2 atmosferli yaponskiy motor bilan jihozlangan. Ot kuchini so'raganlarga 147 ot kuchi bor. Bokovoy обогрев deysizmi, konditsioner, pechka, salonga bo'lsa 3 kishi oladi. Bemalol, qulay, dan yo'llarga ham qiynalmagan holatda bemalol ketsangiz bo'laveradi. Xo'p, mashinamizda o'zgarish bormi deb so'ragan akalarimiz uchun xo'p, yangicha pol chirmaydi, zanglamaydi. Xo'p, endi muammo tesha tegmagan muammo nimada deb so'ragan akalarimiz uchun 31-yanvargacha 16 million 800 ming so'm Jak 2800 Prom tovarni avtomobiliga skipga ketyapti. Muammo shundaki 3 dona xolos. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Keyin bunaqasi akamsan, ukamsan, jigarimsan desangiz ham bo'lmaydi. Manzilimiz Tantanar hotelda yonida, ya'ni Registon o'quv markazining ro'parasida joylashganmiz. Kutib qolamiz salonimizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.